Bitta o'g'il kelganda gapirdim-da. Kayfga berilib ketibdi-da. Kayfga berilib ketibdi-da o'g'lim. Savol berdim o'g'liga. Bilasanmi, seni otang nima uchun o'stirib katta qilgan mana shu qo'llaringdan tutib jim turibdi. Shu qo'llaring bilan oxirgi manzilga otangni olib borib qo'yishing uchun. Oxirgi manzilga. Fano karvoni bora bilasizmi? Hozir topgacha. Asan cho'ta shu darajada sog'ligingni rasvo qilib tashabsan, teskarisi bo'lib qoladi shekilli dedim. Sen otangni emas, otang seni olib boradigan momentga yaqin kelib qolsan dedim. Bu bilasanmi, otaga qanaqa og'ir dedim. Chunki tamom bo'lganda sog'ligi. Sen otangni lahatni ichiga kirib, yuzlarini qiblaga burishing kerak, vazifang. Aslida teskariga kelib qopti dedim. Ko'zidan yosh chiqdi. Xafa bo'lmadim, hayot seniki dedim.